Ikkilik zarbasi, uchinchi zarbani qo'shdi. Kutyapti, poylayapti Bahodir. Jab. 1 daqiqa vaqt ortda qoldi. Jab o'tdi. Daho javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi va og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Bu safar ham ikkilik zarba o'tyapti. Yana zarba o'tyapti. Og'ir Bahodirning zarbalari. Yana ikkilik. Taktika tushunarli bu yerda masofadan turib o'qqa tutyapti raqibini. O'ng qo'lda kutib oldi. Pastdan Napirko zarbasini amalga oshirgan holda. Yana ikkilik zarbasi. Jab. Yana zarba. Himoyaga o'tyapti. Uchinchi zarba ortiqcha, ikkita zarba yo'llashgan. Ikkilik. Hududdan darhol chiqdi. Jab. Ikkinchisi biroz yerda. Birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Yovanemiz o'z uslubida masofada raqibini o'ziga yaqinlashtirmagan holda jangni o'tkazdi. Bir-ikki kuchli zarbalar ham yo'lladi. Mana o'sha takrorlab. O'tmagan ekan mana shu. İkinci raund. Tashlanyapti. Adebayo tashlanyapti. Yaxshi birgina jab bilan hozir hovurdan tushirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Qo'yib Bahodir. Chap qo'l. O'tdi zarba to'g'ridan yo'llangan. To'g'ri qilichning javobini eshitdilar. Ikkilik zarbasi o'tdi, hozir yetib oldi. Raqib ortida. Ikkilik zarbasi bundan ko'pini ishlatma deb aytmoqda. To'g'ri qilichov bajaryapti, quloq solyapti. Jab. İkili zarbasi bilan raqib ham Adebayo ham hozir javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. Jab jigariga. Jablar ham ish berdi. Yana bir jab. Chap qo'l.
zarba kuchli emas edi, aniq. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yana bir marotaba og'dirib, mana chap qo'lda zarba yo'llangan bo'lsa, albatta ikkilik zarbasi. Siqildi menimcha Bahodir hozir. Siqildi raqib biroz toliqqanligini, biroz charchaganligini. Jab o'tyapti. Oldingi zarba boshiga, raqibni o'ziga yaqinlashtirmaslik shart. Knockout so'rashadi albatta Bahodirdan. Va ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Murabbiya uchinchi raund. Nima bo'ldi? Bosh to'qnash ketdi chamda. Tirsak zarbasi. Menimcha tirsak zarbasini yo'llagani yo'q. Tirsak bilan zarb bergani yo'q. Tegib ketgan bo'lishi mumkin. Jab yaxshigina zarba o'tdi. Qanday ortga tusarilayotgan vaziyatda mana shu zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Bahodir. Qo'yilyapti Bahodir Jalolov. Jab. Taktik jihatdan juda yaxshi jang olib boryapti. Baribir masofada ushlab turibdi raqib. Klinchga kirmagani ma'qul baribir. Adebayo o'zi birinchi harakat qilmayapti. Faqatgina mana shunday bir qadam oldinga tashlamoqda, masofani qisqartirdi. Chunki bir-ikki jab o'tkazib yubordi. Bir-ikki zarba Bahodir yaqin masofada jang olib borish kerak emas. Klinchda raqibni bog'lab olish kerak. Bu yerdan hujum amalga oshirmasligi uchun. Va taktik jihatdan shuni to'g'ri bajaryapti. Jab. Ikkilik zarbasi. Yana kombinatsiya.
8 raund belgilangan mana shu joyda. Bardoshli ekan, bir ikki kuchli zarba qabul qilib olgan bo'lsa-da, o'zini yo'qotmadi. Adebayo zarba ko'taradi. Ikkilik zarbasi. Qisqa masofa. Yana ikkilik zarbasi o'tdi. O'tdi va jon saqlashga harakat qilib ko'radi. Raund ketmoqda. Oxirida o'tdi mana shu. Jep o'tganiga qarang, nigohiga qarang. To'rtinchi raund boshlandi. Kapani ushlab turgani ma'qul hozir Adebayoning. Tashlanyapti mana bunday zarbalar bilan Adebayo 4-raundga kelganda oldinga ikkilik zarbasi. Clinch. Asabiylashyapti. Jang davom etadi. Jab. Kirib borishga harakat qilyapti. Bahodir masofada ushlab turibdi raqibini. Ikkilik zarbasi o'tdi. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'l yon taraflama zarba ortida. Kutyapmiz. Qo'yilyapti. Jab. Muxlislar jonlanishda. Adebayo ham jonlandi ular bilan birgalikda. Hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Bahodir oddiy uslubda shu bir qadam yon tarafga tashlagan holda raqibini og'dirib burchakdan chiqib ketmoqda. Jab. Chap qo'l. Yon taraflama zarba o'tdi. Ikkinchisi dosh berar ekan. Juda kuchli zarba qabul qilib oldi, lekin shunga qaramasdan qo'ydi. Yana ikkilik zarbasi. Endi o'sha iborani qaytaraman. Odatda son baribir sifatga aylanadi boksda. So'nggi daqiqa o'tib boryapti 4-raundda. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Tezlik pasaydi. Adebayoda tezlik pasaydi. Hozir Bahodirning tutib olishi qiyin. Jigariga o'tdi zarba. Juda kuchli zarba. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Og'ir zarba. Endi to'qin qilishi butun jang mobaynida mana shu jigariga zarba deb tinimsiz etdi. Bitta zarba yo'lladi va jang yakuniga yetmoqda. Ofarin. Murabbiy. Bahodir navbatdagi reyting jangini muvaffaqiyatli o'tkazyapti. 17 ta jang, 17 ta g'alaba, 15 ta